Assalomu alaykum azizlar. What's up fellas? Xitoy haqidagi navbatdagi tanishtiruv video ketma-ketlarimiz taqdim etishda davom etamiz. Xitoy haqidagi navbatdagi tanishtiruv video ketma-ketlarimiz taqdim etishda davom etamiz. Navbatdagisi Mao Tsening vafoti. Mao Tsedong davridagi madaniy inqilobdan Deng Xiaoping ham aziyat chekadi va u surgunga uchraydi. Surgun qilingandan keyin 1976-yil Mao Tsedongning vafotidan so'ng Deng Xiaoping yana qaytib kelib Kommunist partiyasining boshqaruviga qaytib keladi va boshqaruvni egallagandan so'ng 1989-yilgacha boshqaruv tepasida bo'ladi, hokimiyatning boshqaruvida bo'ladi va hozirgi so'zlab o'tmoqchi bo'lgan bir muhim voqelik Tiananmenda bo'lib o'tgan namoyishga bag'ishlanadi. Ushbu namoyish qirg'inli bo'lib o'tgan. U namoyishda askarlar namoyishchilarga nisbatan juda katta qurolli hujum uyushtirishgan va qonli bostirilgan. Bu tarixga o'sha 4-iyun kuni Tiananmen qirg'ini deb tarixga kirgan hodisa hisoblanadi va aynan mana shu hodisa Deng Xiaopingning eng oxirgi boshqaruvidagi yili hisoblanadi. 1989-yilda. Hozircha mana shu yil yana albatta shu kabi ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. Hozircha shu. Hammaga rahmat.